Ramazan mektuplari 9-qism. Qur'on yo'l ko'rsatadi, qilish qo'g'daydi. Shu chaqdala adolat joyini tepib gullanadi. Alloh taolo mundaq deydi: "Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nas bil qist. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز." Biz haqiqatan elchilarimizni ochiq oshkora hujjatlar bilan avatdik. Ular bilan kitobni nozil qildik. İnsanlar orasida adliy adolatni barpo qilsin uchun o'lchamni nozil qildik. Shundaqla ularga to'mirni nozil qildik. To'mirni nozil qildik. Uningda insonlarga manfaatli va ularni qo'g'daydigan ilmi nutlarmi bor. Alloh faqat bularni kim Alloh va Allohning rasulining yo'lini tutib uni qo'g'daydi degan bir sinoq uchun shunday qildi. Allah haqiqatan mutlaq kuch-quvvat sahibidir. Mutlaq aziz zotdir. Sura Mujadila 25-oyat. Kitob, elchi, hujjat, to'mir, ya'ni kuch-quvvat va adolatdan so'z ochadi. Kitob ilohiy vahiylar bo'lgan Qur'on, bashariyatga lozim bo'lgan barliq koordinatlar, ya'ni kodlarni sunadi. Payg'ambarlar bo'lsa, uni amaliy ijro qiluvchilardir. Aql bo'lsa, uni suzgichdan o'tkazib qabul qiladi. Bir odam cho'lda safar qilganda kompas lozim bo'lganidek, bu insoniyat dengiz va bepoyon bashariyat cho'lida ham kompas lozim bo'ladi. U bo'lsa Qur'ondan iborat ilohiy maktub kitobdir. Mizon adolat barpo qilish uchun lozim bo'lgan o'lchamni ko'rsatadi. Eng to'g'ri o'lcham yanada Allohning kalomidir. Qur'on insoniyatni to'g'ri yo'lga yetaklashda mutlaq to'g'ri o'lchamdir. Sura Isro 9-oyat. Bir o'lchimi yo'qning hech o'lchimi bo'lmaydi. O'lcham bo'lmasa, to'g'ri haqiqat, adolat o'ttirg'i chiqmaydi. Alloh insoniyatning ishki dunyosiga bir o'lcham asbobi qo'ygandir. U bo'lsa aql va vijdondir. Inson hayotida to'g'ri xato, uzun qisqa, haq nohaq, pokiz mehnat, oq qora, sut va suduk, chiroyli sat qatorliq kundalik hayot falsafasini uning ustiga qurilgan barliq narsalarni dal aql va vijdon yo'li bilan o'lchaydi. Agar aql tarozisi buzuq bo'lsa, olganda va berganda aldaydi va aldinadi. Endi aql tarozimizni to'g'ri qilish uchun naql, ilohiy vahiy Qur'on lozimdir. Oyatdagi hadid, ya'ni to'mir kalimasi kuch-quvvatga dalolat qiladi. Qo'g'dashga kuch-quvvati bo'lmagan naql, ya'ni vahiy va aql o'z g'oyasi bo'lgan adliy adolatga yetolmaydi. Shundaqla ilohiy vahiy bo'lgan naql, ya'ni Qur'on Karimdan ayrilgan kuch-quvvatmi insoniyatga saodat emas, shavqin olib keladi. Mana bu bugungi ko'z oldimizdagi reallikdir. Ilohiy vahiysiz, aqlsiz kuch-quvvat va saltanat saodat emas, falokat shaqovatdir. Dal bular, ya'ni ilohiy vahiy va aql vijdon bir araq kelgandilar, hayot haq adolat va saodatli hayotga aylangan bo'ladi. Qilich mamlakatni ilib el tutar, qalam mamlakatni tuzab mol yig'ar. Qilich qon tetitmasa bigi el olar. Qalamdan siyah tomchisa oltin yig'ar. Jahon to'rigidir mush ikkisi, ki mayli o'tmishda mayli kelgusi. Yusuf Qasajib. Allah Hazreti Yusufning saltanatini bahs qilib, uning mundaq bir duosini bizga sunadi. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربم مع ملكيت وسلطنة بعدم مع دنياوي حادثلارنىڭ تەپسىرىنى ئۆگەتتىڭ. Ey osmonlarni, ziminni bir-biridan yerib chiqarg'uvchi zot. Sen bo'lsang dunyo va oxiratda mening egamsan. Meni musulmonlik holatimda vafot topqizgin va meni solihlar qatoridan qilgin. Sura Yusuf 101-oyat. Oyat mulkiyat va saltanatdan bahs qiladi va havodislarning tafsirini o'rgatding deyish orqali bugungi xalqaro vaziyat bilimlari degandek siyosiy ilmlarning tafsirini, analizini bildirding. Shundaqla qobiliyat berdingki, Misrga sulton qilding deydi.
Oyatning oxirgi bölümünde Allah'ның o'zining velisi ekanligini, musulmon holda ib ketishni tilga oladi. Hayotim, mamatim, uningga hayot mamatlikda barliq narsalarimni uning velilik soyasida qilaman deganni o'ttirib qo'ymoqda. Umuman qilib aytganda, saltanat adolatdan va ilm ma'rifatdan ayrilsa, adolatdan uzoqlashadiganligini, adolatdan uzoqlashsa, davlatning gumron bo'ldiganligidan so'z ochmoqda. Faqat Hazrat Yusuf saltanatni men oldim emas. Ey Rabbim, dunyoning ziminning yaratquchisi, shundoqla mening dunyo va oxiratlik veliyim. Mening hayotim va mamatim sana mansubdir deb yalvurmoqda. Dal bu saltanat bilan e'tiqod va ilm bilan madaniyatning birikmisidir. Bugungi saltanatlar Rabbim menga berdi demasdan men oldim, tutdim, yutdim deydi. Dal ilahi saltanat bilan shatomiy saltanatning farqi budur. Dua salom bilan.